Kvartiramiz mana shu joyda joylashgan. Alohida o'zini parkovkasi, shuni ham sizga kichkina kadrda bo'lsa ham ko'rsatmoqchiman. Istasangiz mashina qo'ymasangiz ham shundoqqina do'kon sharoitini qilib aydash juda sotish uchun bozorchamiz yaqin. O'sha uchun shu gapni aytyapman. Ikki tomonlama proyekt kvartiramizni ko'rishga marhamat, ketdik. Ushbu kvartiramizga ko'rinib turgandek bolalar maydoni, stadion, masjid narxini boshida aytib o'taman. 2 xonalik panelni 36 ming AQSh dollari kredit bo'ladi. Joylashgan joyi Buxoro shahar Kanechka deb kelaverasiz. Prem bozorchani o'zi eski bozorcha esinglarda bo'lsa, masjid, yangi masjidimiz yonginasida o'qish joylari yaqin, katta balkon, derazalari almashgan, kuxnya, chiroyli sharoit, xolodilnik, hamma sharoiti bor. Xudo xolasa mana shu nimalarimiz qoladi, mana shu jihoz ko'rsatilgan. Razdelni sanuzul ishlab beradi bizga. Mana bu yerda birinchi xonasi, lokatsiyani aytib o'tdim. Главный eshigimiz juda ham zo'r eshik, temir eshiklardan qo'yishgan. Bu birinchi xonasi. Batareykalar promovka qilingan, sentralniga ulangan, issiqlik tizimidan biror muammo yo'q. Buni albatta inobatga olasiz. Uyimiz kosmetika bo'ladi, jihoz texnika qoladi. Aytgancha, ikki tomonlama proyektligi sizga yoqadi. 3-qavat, 4 qavatlik panelli dom. Kvartiramizni eng bonus varianti sizga alohida Ozodjon ko'rsatadi, alohida parkovkasi bor. Bu ikkinchi xonasi. Tomonlama proyektligiga alohida e'tibor qiling. Keyin Ozodjon. Mana bu ro'parada bizani alohida o'zimizni parkovkamiz naveslar qilishgan, ikkita mashinaga moslashtirib qo'yishgan. O'sha mashina qo'yish imkoniyatingiz bo'lmasa, mashina kerak emas bizga parkovka desangiz, shu holatiga bozorchaga joylashganligi sabab kichkinagina do'kon tashkil qilishingiz mumkin. Shu holatiga pekarnya bor, magazinlar bor, lokatsiyamiz yaqin, juda ham hamma narsa yaqin lokatsiyada. Demoqchi bo'lganim, bozorcha, maktab, hammasi o'qish joylari. Afsanada qoldiraman, keyingi ma'lumot uchun raqam qoldiraman, albatta chiqasiz javob beramiz. 36 ming AQSh dollari kredit bo'ladi. 4 qavatlik panelli dom, 3-qavat, o'rta qavat sizga yoqadi. Narxi ideal, uyimiz, yashash sharoiti go'zal. Kelasiz, maza qilib yashab berasiz. 36 ming yana savdosi bor, kredit bo'ladi. Parkovkasini 2 ming AQSh dollarida xaridori bor. Istasangiz sizga qo'shib beramiz. Shuni ichiga albatta qolgan ma'lumot raqamlarimizda. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.